Nima qildi ukammi? Javob berasan. Bilmasang nimaga operatsiya qilasan? Odam emas, mol doktor ekansan. Aka, men aybim yo'q. Ukam o'ldimi? Sen ham tirik qolmaysan. Hammangni bitta-bitta o'ldiraman. Aka, iltimos meni eshiting. Men hech kimni o'ldirganim yo'q. Meni aybim yo'q bu yerda. Bo'ldi. Bo'ldi, shoshmang. Buni tegishli organlar hal qiladi. Bu yerda boshqa bemorlar ham bor. Bo'ldi, tinchlaning. Tashqariga chiqing. Hozir tegishli xodimlar keladi, javob beradi. Agar javob berish kerak bo'lsa, javob beramiz. Faqat hozir chiqib keting, iltimos. Javobingni pishirib ye. Seni javob berishing bizni jigarimiz qaytarib beradimi? Mana u borib bolalarini, bechora onamni ko'rsin. Dodlab yig'lab yotishibdi. Onam ahvolni ko'rsin chiqib. Chiqing, iltimos. Seni